Eng oldis bo'lgan skuterlar sizlar bilan zo'r qilib beramiz. Aynan qanaqangi so'rovlar bo'lsa, shu yerda kommentariyaga yozib qolsangiz, bundan keyingi videolarimiz aynan so'rovlaringni hal qilish bilan umrimiz o'tadi. Aynan bu modellarimiz eng trendda, eng skidkada, eng monster modellarimiz bo'ladi. Birinchi boshdan aytib o'tsak, mana dastlabchilarda qotili bo'lgan monster modelimiz. Aynan bu modelimizda 60 volt 28 amperli akkumulyator joylashtirilgan. Bir zaryadi bilan 200 kilometrdan 300 kilometrgacha yo'l bemalol bosib o'tadi. Bu modelimizda polnitsa temir korpus jihozlardan iborat, ancha-munchaga zapchast sohasida ishlaring tushmaydi. Aynan plastmassa qismlar bo'yicha. Aynan hozirgi eng moda bo'lgan monsterni allaqas haligi injiq akalarga. Aynan bu modelimiz bir zaryadi bilan 30 kilometrdan 60 kilometrgacha bemalol yo'l bosib o'tadi. Aynan keyin bitta savol muzlatib o'taylik. Ko'rsatib o'tilgan skuterlarimizga hech qanaqangi prava hamda nomer shart bo'lmaydi azizlar. Shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Yozish keragi yo'q. Gaga borgan so'rab o'tirsang bo'ladi. Buni ko'rsataylik. Velosipedga prava kerakmi deydilar. Ko'rsatishadi. 48 voltli 200 geometrik motor, maksimal tezligi 35 ga chiqa oladi. Akkumulyator 40 da. Bu Yevropaga juda ommalashgan model. Kolonkalari bor, yo'lkazlari va bastokalari bor. Baloni esa 2.4. Tepsalarining velosipeddan bir xil. Yeta skorosti ham bor. Aynan undan keyingi modelimiz o'zi gabariti bo'yicha dizel tanka skuter bilan teng. Aynan bu modelimiz esa narxi $455. Skidka narxida aytsang bo'ladi. Aynan modelimizda 6 akkumulyator, start stop, all jitkis tormoz, cruise control, sport rejim, danli rejim, oyoq qo'yadigan cho'ntak, hamma jihozlari mavjud. Aynan hozirgi trendga aylangan retro modelimiz. Aynan bu modelimizda esa tezligi 60 tashkil qiladi. Oldi diskasi kattasidan qo'yilgan. Polnitsa ko'p joy temir, motor quvvati 1000 watt, LED, yonlari LED, metlari LED, orqa bachoy kattasidan qo'yilgan, splashdan ega. Bundan tashqari bachoylari bor bu yerda. Ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p. Bir zaryadi bilan 50 kilometrdan 100 kilometrgacha yo'l bosadi. Narxlarini aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib Monster 6 ta akkumulyatorlik. Xo'p. $659. Skidka, mega skidka. Velosiped 5 ta akkumulyatorli esa $515. 6 akkumulyatorli aytdim. Bu modelimiz $455 o skidkada. $455 bu ham o skidkada. Buning narxini esa 7.100.000 so'm qo'llab belgiladik. Modellar eng oldi modellari bo'ladi. Skuterimizda eng trendga savdosi bo'yicha juda oldi savdo bo'lib ketyapti. Aynan bu modellarimiz O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor, lekin akalar bizda kredit bo'lib to'lash, harom narsa topganda berish yo'q, naqd savdo orqali amalga oshiriladi. Adresimiz Marg'ilon Langar asfalt metan zapravka chap tarafda Telegramdan lokatsiya do'stlarga lokatsiya beramiz. Xo'p, yana qanaqa savollar bor? Vodiy bo'yicha dastlabkilarimiz 250.000 so'mdan shahriga dastlabki pul oldindan skuter puli borgandan keyin bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqinglar, ishlarni bitkazib beramiz. Sog' bo'lasizlar.